1941-yil daryo bo'yidagi kichik Koreys qishlog'ida 17 yoshli Koreyaning quvnoq qizlaridan biri Yunxi yashaydi. Hozir qish bo'lgani uchun uning uyidagi qog'oz bilan qoplangan derazalardan sovuq kiradi. Osmon esa mustaqillik davridagidan ko'ra ancha qorong'u ko'rinadi. Otasi pul uchun emas, guruch uchun ishlaydi. Ochiq ko'ngil ona esa pul to'lashga qurbi yetmagan qo'shnilarga yordam berish uchun erkaklar kiyimini tikadi. Kechasi singlisining kelajak haqidagi orzularini eshitib, birgalikda pichirlashib uxlashardi. Lekin u 17 yoshda. U biladi, bu orzular qanchalik kichik bo'lsa ham amalga oshmaydi. U maktabga borishni, shahar chiroqlarining yorqin nurini va zamonaviy hayotni orzu qiladi. Lekin bu juda qiyin. Nimaga deysizmi? Yaponiya imperiyasi bayrog'i maktab darvozalarida osilgan. Koreyslarning ismi ham yaponchaga o'zgartirilgan, hatto din ham majburiy ravishda o'zgartirilgan. Yunxi har kuni ertalab boshqa bolalar singari sinfxonada safda turib, o'zini tilida emas, balki yapon tilida gapirardi. Agar birorta so'zni unutib qo'ysa, bambuk tayoq uni jazolash uchun kelardi. O'qituvchilar qahramonimizni itoatkor, odobli deb bilishadi. Askarlarga esa butun qishloq aholisi rozdek ko'rinadi. Ular hammasi tartibda va buyruqqa bo'ysunadi deb o'ylashadi. Lekin bularning hammasi farzandlari, onasi yoki ukasi yo'qolib qolishidan qo'rqish edi. Ijara pulini yig'uvchi kelganida esa, hatto kuchli ona ham nima qilishini bilmay qo'rqib, vaziyatni ko'rmaslikka harakat qiladi. Bu onaning qo'rquvi va umidsizligini ko'rsatadi. Yunxining uyiga bir kuni 2 kishi keldi. Ular chiroyli paltolar va yaltiragan etiklar kiyishgan. Faqat amaldorlarga xos odat. Ular Yunxining ota-onasiga shunday deyishadi: "Qizingiz Manchuriyada fabrikaga ishga boradi, yaxshi maosh oladi, toza forma kiyadi. Xavotir olmasligingiz uchun qizingiz har kuni uyiga xat yozib, chiroyli fartuklar kiygan, jilmaygan suratlarni sizga yuborib turadi." Va 17 yoshli Yunxiga qarab, "Qizaloq, sen oilangga yordam berishing mumkin" deyishadi. Bu gaplar qanchalar yolg'on gapligini qiz ham, otasi ham tushunib turardi, ammo yo'q deyish olmasdi. Sababi ularning yana bir farzandi bor. Agar bu taklifga ular yo'q desa, ukasi majburiy urushga ketishi mumkin. Ular buyruq ohangida aytilgan bu gapga noiloj rozi bo'lishadi. 3 kundan keyin Yunxi va yana 12 qiz yuk tashuvchi poyezdga chiqib, oilasiga qo'l silkitardi. Onasining g'amgin yuzi uni yanada qo'rqitadi, chunki u do'zax tomon ketayotgandi. Qo'riqchilar eshiklar yonidan o'tirishardi. Baland ovozda kulishardi, shishalarni ularga uzatishardi. Kechasi esa doim kimdir yig'lar, ertalab esa sukunat. Poyezd to'xtab, vokzalga tushganda u bilmasdi qayerga kelib qolganini, chunki belgilar tushunarsiz. Qizlarni yog'och kulbalar majmuasiga yetib borgunicha soatlab jungli yo'llar bo'ylab g'uvillagan yuk mashinalarida olib borishdi. Darvoza ustida bayroq hilpirab turardi. Ota-onasining oldiga borib, ko'p narsalarni va'da bergan tarjimon esa endi qizlarning ko'ziga qaray olmasdi va soqchilarni kuldiradigan nimanidir pichirlardi. Darvozalar ularning ortidan yopilgan paytda Yunxi bu joy fabrika emasligini tushunadi. Bu butunlay boshqa narsa edi. Yunxi hech qachon duch kelmasligi kerak bo'lgan dahshatga duch keldi. Uni fohisha ayol sifatida tanlashdi. Kunlar yaxshi o'tardi. Unga raqam berishdi. Kiyimlari almashtirildi. Eshik ustiga mixlangan kichik kartochkada uning raqami yozib qo'yildi. Bu kundan boshlab Yunxi o'z ismini eshitmasdi. Unga faqat raqam bilan murojaat qilinardi. Bu yerda kunlar doim bir xil o'tardi. Soqchilar, buyruqlar, chaqiruvlar, sukunat. Hammasi yana va yana takrorlanardi. Ba'zi qizlar butunlay gapirmay qo'yishdi. Boshqalar esa deyarli unutib yuborilgan koreys tilida ibodatlarni pichirlashardi. Yunxi esa vaqtni tashqaridagi qadam tovushlari va kechki osmon rangiga qarab hisoblay boshladi. Uni faqat onasining oshxonasi, sham nuri ostidagi otasining aytgan hikoyalarigina yashashga undab turardi. Yunxi asta-sekin qanday omon qolishni o'rganib bordi. Qaysi soqchilardan qochish kerakligini, qaysi paytda ko'rinmas bo'lib qolish kerakligini bilib oldi. Boshqa qishloqdan kelgan Sujin esa uning eng yaqin do'sti edi. U Yunxidan oldin kelgani uchun qizga hiylalarni o'rgatadi. Tabassum qil, lekin juda ko'p emas. Yumshoq gapir. Shunda ular yuzingni tezroq unutadi. Agar jahl qilsang, seni eslab qolishadi. Ular birga ovqat qoldiqlarini almashishardi. Past ovozda she'rlar aytishardi. Singan derazalardan yulduzlarni sanashardi. Yangi qizlar qo'rqib, titrab kelganida ularga maslahatlar berishardi. 1945-yil avgust oyida qo'riqchilar bezovta bo'la boshlashdi. Bunga sabab shunday mishmish tarqalgani edi. Urush tugamoqda. Mana shunday tala to'p paytida Sujin Yunxining qo'lidan ushlab qochishimiz kerak dedi. Ular qorong'uda hech narsani ko'rmasalar ham yugurishardi. Yunxining qo'llari tikanli simlarga tegib kesildi, yiqildi. Jungli ichida butunlay yo'q bo'lib ketgunlaricha yugurishdi, lekin Sujinning holi qolmagandi. U o'lim yoqasida. Yunxiga shunday dedi: "Meni endi raqam bilan chaqirma. Men ismim Sujin. Men haqimda odamlarga ayt.
Yunxi juda qattiq yig'lab yo'lida davom etdi. Oradan oylar o'tdi. Yunxi va nihoyat Koreyaga yetib keldi. Qishlog'i endi ancha tinch. Otasining beli bukilib qolgan, onasining ko'zlari esa xiralashgan edi. Yunxi eshik oldida paydo bo'lganida onasi qotib qoldi. Bu xursandchilikdan emas, hayratdan edi. Qo'shnilar ham bu Yunximi deyishardi, sababi dunyo Yunxi o'lganiga ishonib bo'lgandi. Shuning uchun ham qiz endi bu yer uning uyi emasligini tushunib borardi. Shuning uchun u yana ketdi. Yunxi asta-sekin ko'rinmas bo'lib yashashni tanladi. Yillar o'tdi. Koreya o'zgardi. Yangi hukumatlar paydo bo'ldi. Shaharlar qayta qurildi. Yangi avlod esa asta-sekin bu voqealarni unutdi. Yunxi qarib qolgan bo'lsa ham, butun umrini yegan bu narsani unuta olmadi. 1990-yillarda bir kuni Yunxi gazeta o'qib o'tirganida bir professorning chaqiruvini ko'rdi. U Yunxiga o'xshagan ayollarni oldinga chiqishga chaqirayotgan edi. Tarixga ko'milmasdan oldin hikoyangizni ayting der edi u. Yunxi haftalar, hatto oylar davomida ikkilanib yurdi, lekin bir kuni ertalab u xat yozdi. Uni olib kelishganda undan so'rashdi. Ismingiz nima? Bu eng ko'p orzu qilingan narsa edi va baland ovozda aytdi. Mening ismim Yunxi. Bu yarim asr oldin ko'mib tashlangan ism edi. Yunxi kameralar, muxbirlar va undan ancha keyin tug'ilgan talabalar oldida turdi. U urush haqida gapirdi. Ovozi titradi, lekin uzilib qolmadi. U o'zi uchun emas, balki qaytib kelmagan minglab odamlar uchun gapirdi. Dugonasi Sujin uchun, o'sha poyezddagi qizlar uchun. U yana shunday dedi. Sukunat meni bir vaqtlar himoya qilgan, ammo haqiqat mendan ham uzoqroq yashaydi.